Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarim. Kanalimga xush kelibsiz. Bo'lsin, sizga bo'lsin deb, bugun men sizlarga juda ham mazali, podyumlari baland bo'lib chiqadigan olmali pirogni ko'rsatib bermoqchiman. Ishimizni boshlashimizdan oldin e'tibor beradigan joy shundaki, pirogimizga solinadigan tuxumdan tortib olmagacha xona haroratida turgan bo'lishi shart. Sababi agar xolodilnikda to'g'ridan to'g'ri olib ishlatadigan bo'lsak, pirogimiz ko'tarilmaydi, ikkinchidan bech bo'lib pishib qoladi va albatta eng yomon joy isrof bo'ladi. Demak, tuxumimizni idishimizga solganimizdan keyin chimdim tuz solamiz, uni ketidan vanilin solamiz yarim choy qoshiqda va oppoq bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bu oppoq bo'lib ko'pirtirgunimizcha uzog'i 5-6 minut vaqtimiz ketadi. Mana tuxumimiz mana shu holatga kelib ko'pirib olganidan keyin asta-sekinlikda shakar solishni boshlaymiz. Shirinlikka har bir uy bekasi o'zi biladi shakarni qancha qo'shishini, ya'ni 150 grammdan tortib 200 grammgacha shakar qo'shadi. Chunki kimlargadir shirin bo'lgan narsa, kimlargadir unchalik shirin tuyulmasligi mumkin. Shakarimizni asta-sekinlikda soviganimizdan keyin mana ko'rib turibsiz, oppoq ko'pirib chiqishi kerak bo'ladi. Tuxum bilan shakarni yaxshilab ko'pirtirib olganimizdan keyin endi mikserimizni o'chiramiz. O'chirganimizdan keyin pista yog'i qo'shamiz. E'tibor berishimiz kerak, pista yog'imiz ham hidi bo'lishi kerak emas. Pista yog' qo'shganimizdan keyin uni ketidan razrixitelь qo'shamiz. Endi bu yog'iga mikser umuman ishlatmaymiz, faqatgina venchikda ishlashni boshlaymiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, imkon bo'lsa qaysi joydan turib mana videoyimni ko'rayotganingizni yozib ketsangiz, chunki videoyimni qaysi viloyat yoki bo'lmasam qaysi respublika ko'rayotgani menga juda ham qiziq. Xo'p, demak, pirogimizni tayyorlashga qaytamiz. Mana xamirimiz xuddi shunaqa quyuqlikka kelguncha unni asta-sekinlikda solishni boshlaymiz. Unni ham birdaniga ko'p solishimiz kerak emas. Ikkinchidan, albatta unni elashimizni esdan chiqarmaylik. Xamirimiz o'z me'yoriga keldi. Endi xamirni bir chekkaga surib qo'yamiz. Pirogga ketadigan olmamizni postini albatta archishni boshlaymiz. Men bu pirogga 3 ta olma ishlatdim. Bizga shu 3 ta olma me'yorda bo'ldi. Siz xohishga ko'ra 2 ta yoki 4 ta, xohlasangiz 5 ta olma ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda olmani katta kichikligini ham hisobga olishimiz kerak. Olmalarni postini olganimizdan keyin uni o'rtasini ham urug'idan tozalab tashlab, xuddi shunaqa kattalikda bo'lib olamiz. Xohlasangiz bundan ham maydaroq qilib to'g'rasangiz bo'ladi yoki-da bundan kattaroq qilib to'g'rasangiz ham bo'ladi. Bu ham xohishga ko'ra albatta. To'g'ralgan olmalarimizni xamirimizga solganimizdan keyin asta-sekinlikdan aralashtirishni boshlaymiz. Razrixitelь hisobiga mana xamirimiz turgan joyda ozgincha ko'tarilishni boshlagan, ko'rib turganingizdek. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin endi qolipimizga yoki o'simlik yog'i yoki bo'lmasam oddiy margarin, ya'ni eritilgan margarin surishni boshlaymiz. Yana bitta nozik tarafini eslatib o'tmoqchiman. Ko'pchilik YouTube'da yoki bo'lmasam Instagramlarda ko'rib piroglarni tayyorlaydi, kimlardadir o'xshamay chiqadi. Uni o'xshamay chiqqan yana bitta sababi qolipni noto'g'ri tanlab qo'yishimiz. Ya'ni o'sha siz videoda ko'rgan qolipga yarasha o'sha opisaniyada retsept yozilgan bo'ladi. Siz harakat qiling, xuddi agar qo'lingizda shunaqa qolip bo'lsa, o'sha retseptda yozilgan retsept bo'yicha tayyorlaysiz. Agar sizning qolipingiz kattaroq bo'lsa, demak mahsulotlaringizni ham ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Agar qolipingiz kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, mahsulotlaringizni kamaytirishingizga to'g'ri keladi. Yog'langan qolipimizga xamirimizni asta-sekinlikda sovolamiz va buni orasida duxovkamizni 170 darajagacha tepa-pasti bilan yoqib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Lekin duxovkamizni juda ham vaqtdan ham yoqib qo'yishimiz kerak emas. O'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Pirog barcha shirinliklarning ichida eng injig'i hisoblanadi. Shu sababdan pirogimizni duxovkaga qo'yganimizdan keyin endi e'tibor beradigan joyi, umuman duxovkaning eshigi ochilishi kerak emas. Kamida 35 minut duxovkaning eshigi ochilmaydi. Mana pirogimiz pishib chiqqanidan keyin endi uni zubacheskani yordamida tekshirib olishimiz kerak. Pirogimiz mana ko'rib turganingizdek juda ham balandgina bo'lib ko'tarilib chiqdi. Endi bu pirogni sovish uchun ozgincha vaqt berishimiz kerak bo'ladi. Pirogimiz sovib chiqqandan keyin uni ustidan saxarniy pudra xohishga qarab sepiladi. Va asta-sekinlikda chiroyli qilib turburchak yoki bo'lmasam o'ziga yoqadigan shaklda kesib olamizda stolga tortamiz. Pirogni ozgincha sovutib keyin yeyishni maslahat beraman. Mana hurmatli opa-singillarim, mehribonlarim,
Siz bilan men birgalikda tayyorlagan pirogimiz judayam chiroyligina bo'lib ko'tarilib pishib chiqdi. Xudo xohlasa o'ylaymanki, sizlarda ham xuddi shunaqa balangina bo'lib chiqadi. Agar videom sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang hamda like bosishni ham unutmang. Keyingi videomizda yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.